Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Kutmanduu tang, qarmagan orozonga qabul bo'lsin. Like bosib qo'llab qo'ysanizlar, bugungi aqcha almashtiruv bog'lari bilan tanishib o'tamiz. Bugun 9-aprel soat 9 qarata dollar 86,5 va 87,5, rubl bo'lsa 95 ga 1 so'm 150. Bu kompanion bank bo'lchi. Eko İslamic Bank'ta dollar 86,5 va 87,5, rubl bo'lsa 90 tiyinga 1 so'm 15 tiyin ekan. Bu yoqda Doskredo Bank 86,5 ga 87,5, rubl bo'lsa 98 ga 1 so'm 25 tiyin. Bu yoqda qimmatroq ekan. Bank Aziyada da shundaylik ekan, o'xshash. Dollar 86,20, 87, rubl bo'lsa 97 ga 110. Bizning kanaldan alıştavaңыздар, dag o'zgaruvlar bo'lsa, sizlar bilan bo'lishib turamiz.